Qalaysiz? Zo'rman, конечно. Nimalar o'zgardi? Hammaga tavsiya qilyapman. Zo'rman. Nasri o'zi zo'r ochib yuraman-da, lekin baribir semizlikda odam qanaqadir og'ir bo'ladi-ku. O'zimga yoqmayapti, nervni qilyaptim. Hozir zo'r, yaxshi yuraman. Assalomu alaykum hammaga. Mana sizlarni chiroyli rezultatlar bilan bo'lishmoqchiman. Bizda Zayniddinova Madina. Kelganlarida necha kilo edingiz? 77 edim. Hozir necha kilosiz? 58 chiqdim bugun. 58, молодец. Mana kelganlarida birinchi bo'lib mana gemoglobinlarni ko'rsak 105 chiqqan. Mana hozir 110. Juda yaxshi rezultat. Keyin bizda mana gomocistrin degan analiz bu vaspaleniyani bilib beradi, B12, B9 yetishmovchiligini bilib beradi. Bizda bu mana ideal variant 8 ga tushgan. Молодец. Mana vitamin D'imiz 29 bo'lgan ekan, hozir 36.6 orada to'xtatib qo'yganlar. Keyin orada bir oy kelmaganlarda insulinlari undan ham zo'r tushish kerak, 22 bo'lgan, hozir 18. Sal diyetani biz vomlanayaptilar. Endi bularni yana urishamiz, ko'tariladi. Xudo xolsa bu yana 7 ga tushishi kerak. Qonimiz koagulogrammamiz quyuq bo'lganida, mana koagulogrammamiz ham zo'r bo'lgan. Yana menda eng xursand qiladigan narsam bilasizlarmi nima? Mana bu hozir hech kim ko'tara olmaydi. Mana bizda ferritin. Ferritin 18 chiqqan ekan. Xira olaman. Bizda hozir ferritinimiz mana 67 ga ko'tarilgan. Bu juda ham zo'r rezultat. Endi hali yana ham chala joylari bor. Ularni to'g'rilab, xudo xolisa zo'r yana natijaga erishamiz.